Sirdaryoda narkolaboratoriya tashkil qilgan 3 nafar shaxs ushlandi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sirdaryo viloyatida narkolaboratoriya tashkil qilgan 3 nafar shaxs ushlandi deyiladi xabarda. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari hamkorligidagi Sirdaryo viloyatida tezkor tadbir o'tkazilgan. Guliston shahrida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan shaxs va uning 1996-yilda tug'ilgan turmush o'rtog'i hozirda Guliston shahrida istiqomat qiluvchi 1995-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan fuqaro bilan kelishgan holda uning xonadonida sintetik narkotik moddalar tayyorlab zakladka tarzda mijozlarga yetkazib berish bilan shug'ullangan. Ushbu narkolaboratoriyadan 4 kilogramm 373 gramm mefedron sintetik giyohvandlik vositasi, elektron tarozi, mikser, protivagaz, zip paket va qadoqlashga ishlatiladigan boshqa buyumlar ashyoviy dalil sifatida olingan. Aniqlanishicha, og'u-furushlar MDH davlatlari bo'ylab internet tarmog'ida sintetik narkotiklar sotish bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh tomonidan xorijdan yuborilgan xom ashyolardan foydalanib giyohvandlik vositalari tayyorlashgan. Hozirda mazkur 3 nafar fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent, Farg'ona va Andijon viloyatida jami 25 ming dozani tashkil qilgan 12,5 kilogramm giyohvandlik vositalari aniqlangandi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.